Esenmisiz dostlarım? Bugün sizning bilan men Liliya apag'iz. Hem Zile. Dostlarım, bugün biz mana shunday motor tabriknoma yasashapmiz. Buning uchun bizga tusli karton kerak bo'ladi. Jilim karandash, lineyka, qo'yishilar ham ruchka yoki karandash. Zile, ishimizni boshlaymizmi? Eye boshlaymiz. Zile, открытканы yasar uchun boshda zo'r oq kartonni olamiz. Hammani buklaymiz mana bunday etib. Men bu yog'ini buklayman. Tegiz etib. Yo'q. Sen bu yog'ini buklay, to'xta. Tegiz etib buklaymiz. Bo'ldi. Bizning kostyumimizni открыткаning tishi azir. Hozir anga yoqalarini yasaymiz. Yoqani yasar uchun mana bu pishmoqni qiriyini to'g'ri keltirib bo'g'irga kerak. Zile, bizning открытка bizning kostyum ilishi azir. Hozir narsa yasarmiz ekan. Hozir kulmak ilishini yasaymiz. Eye, kulmak ilishini yasar uchun bizga kerak tusli karton. Ham endi biz uni yoqasini yasaymiz. Buning uchun ustidan santimetr yarim tushirga kerak. Sizasizmi Zile? Eye. Mana shulay kesamiz Zile. O'rtaga kelib jetmaymiz. Ham yoqa ilishini yasaymiz. Bizning mana shunday motor yoqqa kelib chiqishaq. Zile, hozir narsa yasarga ekan? Hozir bizga bantik yasarga kerak. Bek durust. A bantikni yasar uchun biz tag'in olamiz oq karton. Ana santimetr yarimga 8 santimetrli tosma kesamiz. Ham Zile, bunda bir siri bor. Agarda biz qattiq qog'ozni buklasak, u bizning sina. Sinmasin uchun biz uni qo'shi bilan bu yumshatib jiberamiz. Bantikimiz to'g'ri bo'lsin uchun. Zile, bizning bantik kelib chiqsin uchun biz uni endi yopishtirishga tegish bo'lamiz mana shulay deb. Buning uchun bizga jilim karandash kerak. Biraz tutib yopishib bitsin. Amin bantikning o'rtasini ilaktirir uchun tosma kesam. Agarda biz bantikni bulaygina yopishtirib qo'ysak, u bizning bek to'pos ham yemsiz bo'ladi. Shunga ko'ra bantigimizning o'rtasini bek motorlabgina kesib olamiz bo'garaklab. Liliya apa motormi? Bek motor Zile. Shun bantik bo'lgan bu. Zile, hozir endi bantikni bizning kulmakka ilaktiramiz. Buning uchun kulmak yoqasini ostini ozgina tegizlab kesamiz. Ham jilim karandash bilan barisini birkitib, yopishtirib qo'yamiz. Yopishtir bantikni. Hozir kulmagimizga kostyumni yedirtib qo'yamiz mana shulay deb. Zile, narsa yetib jetmaydi deb o'ylaysan? Bu kostyumga sadaf jetmay. Eye, sadaflarni yasar uchun biz qora karton olamiz. Hamondan narsa kesamiz endi. To'garak kesamiz, bek durust. Kesasizmi? Eye.
Булды. Qo'yib qaraymizmi? Zila, hozir sadaflarni yopishtiramiz. Ko'raylik Zila, nindi motor kostyum открытка kelib chiqdi bizning. Liliya opa, aqitlovni qo'ya yozamiz. Zila aqitlovni biz ko'lmakning ortidan yozamiz. Yozasizmi? Eye. Liliya opa, men yozib bitirdim. Молодец, Zila. Do'stlarim, mana shunday motor tabriknomani o'zingizning yoqimli do'stlaringizga, ishlaringizga bo'lak eta olasiz. Bayram bilan sizni.